Hurmatli obunachilar, katta gilos Kino Lapens Svetariyana bog'imiz pol bu bo'lingan. Xo'sh, bular abriskatlarni ko'rishingiz mumkin. Birinchi yilga mana 50-60 sm kesilgan. Keyingi yilga mana bir xil shaklda mana bu yoqqa bir xil, bu yoqqa bir xil shakli berilgan. Keyin bu rivojlanishini hozir mana ko'rasizlar. Butun O'zbekistonda bu nomer 1. Ya'ni mana bu yerdan kesilgan o'tgan yiliga 1 yillik o'sgan shoxni ko'ring. Tugamaydi. Tanasiga meva soladi. Mana dal shu ko'rishingiz mumkin. Mana 1 yilda mana shundan shunday o'sgan. Bitta bu daraxtmi deyishingiz mumkin, mana qolganlari. Yo'q, bizda hammasi original. Hosilni ko'ryapsizlarmi? Mana bular ham xuddi shu shaklda kesilgan o'tgan yili. Mana keyin 1 yil ichida o'sgan shoxi. Rivojlanish o'ta baquvvat. 3 ga 4 shaklda ekilgan. Mana 3 ga bunisigacha 3, bundan bunisigacha 4. Nimani hisobiga 4? Texnika ham kiradi, mana bemalol shudgor qilib qo'yiladi. Buni hozir abreskaga kelganmiz. Ichini tozalab, chiroyli qilib qarab, shirachaga qarshi dorilarini berib, ya'ni mana bu shiraga qarshi dorilarini berib, yaxshilab ishlab beramiz. Bog'imiz katta, Samarqand viloyati.